Dostlar, assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorumizda 600 Germaniyaga taqir uchastka bo'ladi, yer uchastki. Ko'rib turganingizdek, hech narsa solinmagan, to'g'ri kelasizlar, o'zlaringizning dizayningiz bo'yicha fundament qo'yib, joy solib olsanglar bo'ladi. Eng muhimi, lokatsiyasi zo'r yerda joylashgan. Gaz, svet, suv, Wi-Fi, bog'cha, maktabdan umuman muammo yo'q. Yer maydoni 6 sotik. Ko'rib turganingizdek, fasadi ko'chaga qarab 10 metr bo'ladi. Arqaga qarab 60 metr bo'ladi. Yer maydoni katta, bemalol dehqonchilik qilaman desanglar ham, mol qo'y boqaman desanglar ham hamma sharoit bor. Lokatsiyasi ham yaxshi yerda, shaharning ichida. Hozir ko'pchilik biladi, shaharning ichidan joy o'rin uchastka topish umuman muammo bo'lib qoldi. Shuning uchun bu videoni shahar ichidan yaxshi yer chiqsa joy olib, joy solaman deb turgan tanish bilishlarga tashlab qo'yamiz. Lokatsiyasi ham zo'r yerda, narxi ham qimmat emas. Baribir kelishlar ustunda lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Do'stlar, manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Manzilimiz yaxshi yerda joylashgan. Undan burun tashqi ko'rinish, fasadi 10 metrga 60 metr bo'ladi. Salmalarida suv keladi, oqarsuvdan muammo yo'q. Gazi ustunda. Shahar ichidan joy o'rin qarab turgan tanishlarga tashlab qo'yamiz. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Manzilimiz Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri, oldingi Toshkent mahalla, hozir Istiqlol o'zgargan. Lekin shu ko'cha shu, Aybek ko'cha shu. Qirg'izotga ketish yo'li Navoiy ko'cha. To'g'ri kelganingizda bu tarafimiz at ko'rma bo'ladi. Orientir mana shu ikki etajli joyning to'g'risi. Bu yerda mana bog'cha, maktab yaqin deganim sababi oftob bog'chasi, bolalaringizga hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Bir odim bog'cha yoningizda. Yana 500-600 metr yursanglar 61-maktab ham bor. Bozorga, berga borib kelaman desanglar, hech qanday marshrutdan направление olmaysiz. Sababi Aybek ko'chadan davomlar to'xtamay o'tib turadi. Narxini kelsak, narxi egalari tarafidan $8000 aytilib turibdi. Xat hujjatida hech qanday muammo yo'q. Ustunda kelishlarda, qaytlarda payg'asi bor. Bu videoni Bo'stonda joy olaman, joy solaman deb turgan tanish bilishlarga tashlab qo'yamiz. Gaz svetini gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom qiling.